Hozir guvohi bo'ldikki, darsxonalarga bu kabi yangi turdagi kameralar o'rnatilgan. Bularning asosiy vazifasi nima? Raqamli xavfsiz maktab elektron dasturi joriy etilib, intellektual kameralar sinf xonalariga o'rnatildi. Ushbu kameralarning asosiy vazifasi shundaki, o'quvchilarning davomatini avtomatik tarzda aniqlaydi. Sababsiz yoki muntazam ravishda darsga kelmayotgan o'quvchilarning kameraga tasvirga olib, planshetga tashlab beriladi. Ya'ni tushunishimcha, bu kamera kunda masalan bir marotaba davomat qiladimi? Yo'q, o'quvchilarning davomatini har 10 daqiqada aniqlaydi. Mana ko'rishimiz mumkin. 10-A sinfga oladigan bo'lsak, 36 ta o'quvchi. Kelgan o'quvchilarning tasvirlari yashil qilib belgilanadi. Darsda o'tirgan jarayonini tasvirlari ko'rsatiladi. Real holat bo'yicha olingan ushbu kamera tomonidan, to'g'rimi? Shunaqa real holatda rasmga olib tashlab beriladi. Kelmagan o'quvchilarning rasmi esa mana bunaqa qizil qilib belgilanadi. 11:35 holatiga ko'ra olingan tasvirlar. Demak, masalan bir o'quvchi misolni olaylik. Har 10 daqiqada bo'lsa, bu o'quvchi birinchi soatga keldi, mana chiqib o'tdi darsi. Birinchi soatga kelib bo'ldi, bu kamera meni davomatim aniqladi, meni 6 soatda bor qiladi emas. Ya'ni ikkinchi soatda agar ketib qoladigan bo'lsa ham sizga SMS keladi. Mana ikkinchi soatda misol uchun birinchi soatda bola keldi, lekin ikkinchi soatda yo'q. Demak, ketib qolganligi har 10 daqiqada tekshirilib, sizni planshetingizga keladi. Ha, xuddi shunaqa. Birinchi soatga qatnashib, o'quvchi yashil qilib belgilangandan so'ng ikkinchi soat darsidan qochib ketgan holatida ikkinchi soat holatiga ko'ra qizil qilib belgilanadi. Dars mashg'ulotiga agar o'quvchi sababsiz kelmasa, unga nisbatan qanaqa javobgarlik belgilangan, qanaqa chora ko'rasizlar? Dars mashg'ulotlariga sababsiz qatnashmayotgan o'quvchilarning ota-onalari chaqirtirib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha jarima tayinlanadi.